Bugungi kunda ayol kishi bo'lishim eng qiyin ishlardan birisi bo'lib qoldi. Bo'ying uzun bo'lsa darak yoki ishga rozilik, kalta bo'lsa ichingdan pishgan shaytonsan. Oriq bo'lsang hech narsa yemiydigan bir qiltiriqsan. Samiz bo'lsang bugungi kunning global muammolaridan biri samirib ketgan xotin. Soching uzun bo'lsa aqling kalta, soching kalta bo'lsa bilinmay yana bir balolar. Kalta kiysang ochiq sochiq, uzun kiysang shoshir-moshir bo'lasan. O'zingga qarab yursang qo'ldan hech narsaga yemiydigan bir modnetsan, o'zingga qaramay yursang undan bir aybdor insonni aylanasan. Oppoq bo'lsang o'yindan chiqmaydigan, quyosh ko'rmaydigan bir qon ekansan. Qoravoy bo'lsang ko'chadan kelmaydigan bir g'iybatchisan. Ro'mol o'rab agar hijobga girsang, tashin atib bo'lgan o'zingdan mo'llayasak adam aylanasan. Ro'mol o'ramay hijobga girmay yurgan bo'lsang ham darrov zinokor bir balolar aylanib ketsan. Uyda o'tirsang hech ishlatmaydigan, qo'lini sal uchun darpatmaydigan bir tekin tamaksan. Ishda ishlaydigan bo'lsang agar so'mkani qo'rib sallantirib borib keladigan, yo'lda yuradigan paysan. Qaynona bilan yashasan, qaynonani xizmatlarini atadigan bir действительно cho'rsan. Qaynonasiz o'zing ajani yashaydigan bo'lsang, qaynonani xizmatini atmaydigan, qaynonani priznat atmaydigan kelin aylanasan. Telefon ishlatib Instagramga chiqsang, Instagramdan kelanga olmaydigan odamsan. Agar telefon ishlatmaydigan bo'lsang, umuman zamondan orqada qolib ketgan odamsan. Ari bilan yaxshi bo'lganlar arini bo'ynidan yeb o'tirib olgan. Gulib yursang jikir-jikir, seryozni bo'lsang turk so'qsan. Yaxshi bo'lsang eng yomon odamsan, yomon bo'lsang eng yaxshi odamlardan birisisan sen. Meni videom agar sizlar aldalaringizdan chiqqan bo'lsa, sizlar dunyodagi eng yaxshi odam